Mubashshir Ahmad 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tumani sudida Mubashshir Ahmad, ya'ni Alisher Tursunovga oid jinoyat ishini birinchi instansiyasida ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni yakunlandi. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra, u Jinoyat kodeksining 156-moddasi milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni qo'zg'atish, ikkinchi qismi 244-moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish. Uchinchi qismi G bandi va 244-moddasi diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi. Mubashshir Ahmadga Jinoyat kodeksining 57-moddasini, ya'ni yengilroq jazo tayinlash qo'llangan holda 59 bir nechta jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash va 61 jazolarni qo'shishning hisoblash qoidalari moddalari tartibida 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tkazish belgilandi. So'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun Anhor.uz'ning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.